dünya miqyosida moda kiyim va madaniyat buyumlari markalari bilan tonilgan Katnun va Target şirkati Xitoydan paxta import qilishni to'xtatganligini e'lon qildi. Uyg'urnet to'rining xabar qilishicha, şirkatlar Xitoy ishg'olchi hokimiyati Sharq Turkistonda yig'ilish lagerlaridagi Uyg'ur va boshqa turklarni kevazlik va zavodlarda majburiy emgak sog'anligi uchun bu qarorni chiqarganligini bildirdi. Bu yil iyulda Avstraliya ABC kanalida Katnun va Target şirkatlarining kishilik huquqqa tajovuz qilganlik andishasi bilan paxta import zanjirini ko'zdan kechirayotganligini e'lon qilgan edi. Egilinishcha, bu ikki chong shirkat Xitoy bilan bo'lgan munosabatini uzgan. Türkiye'deki Uyghur faoliyatchilar Millatchi Harakat partiyasini ziyorat qildi. Türkiye'de faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakillari Millatchi Harakat partiyasi muavin raisi Komil Aydinni ishxonasida ziyorat qildi. Bu hay'at Sharq Turkistonning vaziyati, Türkiye ve diasporadaki Uyg'urlarning vaziyati haqida fikr almashtirdi hamda Millat partiyasi raisi davlat bag'chilining salomatligining tezroq asliga kelishi uchun tilaklarini bildirdi. Hong Kong alayda ma'mur rayonining bosh ma'muri Carrie Lam yaqinqi namoyishlarda soqchilarning bir masjidning bog'chisiga rangli suv chashqanligi sababli musulmonlardan kechirim so'radi. Carrie Lam yakshanba kuni Hong Kongdagi eng avod joylardan biri bo'lgan Jian Shashuga joylashgan Kowloon masjidini ziyorat qilgan bo'lib, u bo'yniga sharpa otib olgan. U masjidning imomi va boshqa hay'atlar bilan ko'rishib kechirim so'ragan. Qirg'iziston Markaziy bankisi pul muomala bilimlariga bo'lgan tonishini oshirish uchun dangliq naqshchilar pul paqanligi va o'sim nisbati haqida naqsh etadigan bir faoliyat qanot yaydirdi. Bu faoliyatda ishlangan tunji e'londa dangliq naqshchi Bayan Ahmadov yer oldi. Banki e'lon qilgan bayonotda dangliq naqshchilarni oldingi safga chiqarishdagi maqsadining xalqqa an'anaviy va tarixiy yo'l bilan yaqinlashish ekanligini bildirdi. Yamanda xolera tahdidi kuchayib o'lganlar soni oshmoqda. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xolera yuqumi sababli bu yilning 5-dan buyon 913 kishining hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı e'lon qilgan yozma bayonotda xolera hujumi sababli 2019 yilning 5-dan sentyabr oyining oxirigacha 913 kishining hayotidan ayrilganligini, 696.537 kishining yuqumlangan bo'lishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ydi. Bayonotda yuqumlanuvchilarning 25.5%ning 5 yoshdan tuvan bolalar ekanligi ta'kidlandi va mazkur davlatdagi 333 rayondan 305 rayonda yuqum ahvoli bayqalganligi bildirildi.